Mavzu: diagnostik va metodik xulosalarni shakllantirish, samarali yondashuvlar. Kirish: nima uchun to'g'ri diagnostika va metodik xulosalar muhim? To'g'ri diagnostika va metodik xulosalar qabul qilish bu har qanday sohada, xususan ta'lim, tibbiyot, biznes va tadqiqotlarda muvaffaqiyatning kalitidir. Ular vaziyatni chuqur tushunish, samarali yechimlarni ishlab chiqish va to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun asos yaratadi. Noto'g'ri yoki yuzaki xulosalar ko'pincha resurslarni isrof qilishga, salbiy oqibatlarga va maqsadlarga erishmasligiga olib kelishi mumkin. Shu sababli diagnostika jarayonini puxta va ilmiy asosda olib borish muhimdir. Diagnostika asoslari: ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish. Birinchidan, ma'lumotlarni aniqlash. Diagnostika jarayonining birinchi qadami qaysi ma'lumotlar kerakligini aniq belgilashdir. Bu savollar, maqsadlar va kutilayotgan natijalarga asoslanadi. Ikkinchidan, ma'lumot yig'ish usullari. Intervyu, so'rovnomalar, kuzatuv, tajribalar, hujjatlarni tahlil qilish kabi turli xil usullardan foydalaniladi. Uchinchidan, ma'lumotlarni tahlil qilish. Yig'ilgan ma'lumotlar sifatli va miqdoriy usullar yordamida chuqur tahlil qilinadi. Bu naqshlar, tendensiyalar va sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlashga yordam beradi. To'g'ri tashxis qo'yishning ilmiy prinsiplari. Obyektivlik. Tashxis shaxsiy fikrlar va noto'g'ri qarashlar xoli bo'lishi kerak. Faqat faktlar va dalillarga asoslanish muhim. Sistemalilik. Vaziyatni bir butun holda barcha o'zaro bog'liqliklarni inobatga olgan holda ko'rib chiqish. Validlik. Tashxisning haqiqatga to'g'riligi va u haqiqatdan ham o'rganilayotgan hodisani aks ettirish. Ishonchlilik. Takroriy tahlillar natijasida bir xil yoki o'xshash xulosalarga erishish imkoniyati. Metodik xulosalarni shakllantirish bosqichlari. Samarali metodik xulosalar tuzish uchun quyidagi bosqichlarga rioya qilish kerak. Tahlil. Yig'ilgan ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va asosiy muammolarni aniqlash. Tavsiyalar. Eng samarali yechimlarga asoslangan aniq va amaliy tavsiyalar berish. Yechim va takliflar. Aniqlangan muammolar uchun potensial yechimlarni ishlab chiqish. Hisobot. Barcha topilmalar, tahlillar va tavsiyalarni tushunarli va tuzilgan hisobot shaklida taqdim etish. Amaliy misollar. Turli sohalarda diagnostik xulosalar. Tibbiyot, kasallik diagnostikasi, davolash rejasi, bemorning ahvolini baholash. Ta'lim. O'quvchilarning bilimlari darajasini aniqlash, o'quv dasturlarini optimallashtirish, o'qitish metodlarini takomillashtirish. Biznes. Bozor tahlili, kompaniya faoliyatini baholash, strategik qarorlar qabul qilish. Xatolardan qochish. Tez uchraydigan kamchiliklar va ularni bartaraf etish. Tez uchraydigan xatolar. Yuzaki tahlil va shoshqaloqlik, subyektiv qarorlar qabul qilish, yetarli ma'lumotlarga ega bo'lmaslik, natijalarni noto'g'ri talqin qilish, bog'liqliklarni inobatga olmaslik. Bartaraf etish yo'llari. Har doim chuqur va har tomonlama tahlil o'tkazish, dalillar va takliflarga asoslanish, katta hajmdagi va ishonchli ma'lumotlarni yig'ish, malakali mutaxassislarni jalb qilish, sistematik yondashuvni qo'llash. Xulosalarni amaliy qiymati. Qaror qabul qilishdagi roli. Diagnostik va metodik xulosalar qabul qilish jarayonida asosiy yo'riqnoma bo'lib xizmat qiladi. Ular aniqlikni oshiradi, muammolarni ildizini va imkoniyatlarni aniq ko'rsatadi, xavfsizlikni kamaytiradi, potensial
muammolarni oldindan aniqlash va ularning oldini olishga yordam beradi. Samaradorlikni oshiradi. Eng maqbul yechimlarni tanlashga va resurslardan oqilona foydalanishga imkon beradi. Muvaffaqiyatga erishishni ta'minlaydi. Maqsadlarga erishish uchun aniq yo'nalish strategiyani belgilaydi. Jamoaviy yondashuv, diagnostik jarayonlarda hamkorlik. Diagnostika va xulosalar shakllantirish jarayonida ko'pincha jamoaviy sa'y-harakatlarni talab qiladi. Turli soha mutaxassislarining hamkorligi. Bilimlarni birlashtirish. Har bir a'zoning noyob tajriba va bilimlarini birlashtirish keng qamrovli tahlilni ta'minlaydi. Turli nuqtai nazarlar, muammoga turli rakurslardan qarash imkoniyatlarini beradi. Bu esa yanada obyektiv va to'liq xulosalarga olib keladi. Ijodiy yechimlar. Jamoaviy muhokamalar yangi g'oyalar va innovatsion yechimlarni topishga yordam beradi. Savollar va javoblar. Muhokama va keyingi qadamlar. Ushbu taqdimot yakunida sizni savollaringiz bilan murojaat qilishga taklif qilamiz. Biz barcha masalalarni muhokama qilishga va keyingi qadamlarni aniqlashga tayyormiz. Sizning fikr-mulohazalaringiz biz uchun qadrli va bizning ishlarimizni yanada takomillashtirishga yordam beradi. Savol berish. Agar sizda diagnostik va metodik xulosalar bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa, ularni hozir berishingiz mumkin. Fikr va mulohaza. Ushbu mavzu bo'yicha o'z tajribangiz yoki fikrlaringiz bilan bo'lishing.